Assalamu alaikum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi televiziyesi kündilik xəvərlər proqrammisiga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugün 11 ayının 24 günü çarşamba. Hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'g'ri diqqatinglar bugungi xəvərlər proqrammimizning tafsilotida bo'lsin. Kanada Uyghur haqlarini himoya qilish qurilishi va Kanada Sharq Turkiston birligining uyushtirishidagi Uyghur irqiy qirg'inchiligi haqida hushyorlikni o'stirish, uni e'tirof qilish va Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun harakat qilish degan asosiy temadagi 3 kunlik ko'rgazma va muhokama faoliyati 23 noyabr kuni tushdan burun poytaxt Ottawa'dagi Kanada parlamentining oldida rasmiy boshlandi. 18 noyabrdan 20 noyabrgacha Kanadada o'tkazilgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi 23 noyabr kuni tushdan burun Kanada parlamentining oldida boshlangan yuqorqi faoliyatning eng muhim ishtirokchilarining biri edi. Kanadada o'tkazilgan umumiy saylamdan keyin 23 noyabr kuni parlament a'zolari tunji qitim parlamentga to'planib, hukumat programmasi haqida muzokara ilib borgan edi. Shu kuni atiganda Kanadaning har qaysi joylaridan Ottawa'dagi parlament binosi oldidagi maydonga to'plangan Uyg'ur qarindoshlarimiz Kanada Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining direktori, Dunya Uyg'ur Qurultiyi qonun komitetining mudiri DUQ TV va Kanada Sharq Turkiston birligining raisi, Dunya Uyg'ur Qurultiyining bosh kotibi To'yg'un Abduvali apandilarning bevosita yetakchiligida maydonga Uyg'ur erkinlik chidari qurib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlari aks ettirilgan rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Havoning shuncha sovuq bo'lishiga qaramasdan 20 nafarga yaqin parlament a'zosining parlamentda o'tkazilayotgan muhim yig'indan chiqib, parlament binosi oldida boshlangan yuqorqi faoliyatning ijilish murosimiga bevosita qatnashishi maydonga to'plangan Uyg'ur jamoatini cheksiz suyuntirib qolmasdan Kanada matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Mehmet To'xta apandimning istansimizga bildirishcha, bu hozirga qadar Uyg'urlarning g'arbdagi mujodala tarixida parlament a'zolari eng ko'p qatnashgan faoliyatlarning biri bo'lib hisoblanadi. Mazkur faoliyatning ichilish murosimida so'z qilgan Dolqun Aysa va Mehmet To'xta apandilar Kanada parlamentining bu yil 22 fevral kuni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb bekitganligiga yana takror minnatdorlik bildirish bilan birga Kanadaning bu jasur harakatining ko'plagan g'arb ellariga madad bo'lganligini va buning turtkisida Gollandiya, Chexiya, Angliya, Litva, Belgiya parlamentlarining orqa-orqadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilganligini alohida eskartib o'tdi. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham jiddiy davom qilayotganligini ta'kidlab o'tgan Dolqun Aysa va Mehmet To'xta apandilar Kanada hukumatidan Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida olgan qarorini qabul qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy chora-tadbir va siyosatlarni yo'lga qo'yishni, dunyoning har qaysi ellarida xavf ichida qolgan Uyg'ur muhojirlarini Kanadaga ilib kelib yerlashtirish qadamini tezlatishni, Xitoyning Kanadada yashayotgan Uyg'urlarga qaratgan tahdid va parokandichiligining oldini olish uchun qonuniy tadbirlarni kuchaytirishni, Uyg'ur majburiy amgikiga chetishli Xitoy mahsulotlarining Kanadaga kirishini cheklash uchun maxsus qonun turg'izib chiqishini, 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatiya va siyosiy jihatdan boyqut qilish uchun amaliy qadam besishni, Kanada fuqarosi Hüseyin Jilinni Xitoyning Changildan qutqizib chiqish uchun jiddiy harakatga o'tishni, shundaqli Kanada shirkatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'layotgan Xitoy shirkatlariga mablag' selishiga bo'lgan cheklash tadbirlarini kuchaytirishni talab qilishdi. Kanada parlament binosi oldidagi maydonda o'tkazilgan ichilish murosimida ilgari keyin bo'lib jami 12 nafar parlament a'zosi so'z qilib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini bevosita ifoda qilish bilan birga Xitoy hokimiyatini Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini darhol to'xtatishga, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumini darhol bekor qilishga chaqirdi. Ichilish murosimida yana Kanadadagi siyosiy partiyalarning mas'ullari, Yahudi va Xristian tashkilotlarining mas'ullarimiz so'z qilib, o'zlarining har zamon Uyg'ur xalqi bilan bir sapda ishkanligini, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun ilib berayotgan kurashlarini yanada kuchli holda izchil davomlashtiradiganligini ifoda qilishdi. Parlament binosi oldidagi faoliyat tushdan keyin soat 16 ga qadar davom qildi. Shu kuni yana soat 16 dan 18 ga qadar Ottawa'dagi Xon sarayida Uyg'urlarning nuqtai nazaridan Xitoy-Kanada munosabatlari degan temada maxsus ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi.
Muhokama yig'inida so'z qilgan Dolqun Aysa apandi yana Uyg'urlarning Kanada hukumatidan kutadigan yuqorqi talablarni qayta ta'kidlab o'tish bilan birga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikning Xitoyga qarshi yanada kuchli va unumli jazo tadbirlarini yo'lga qo'yishining to'liq zarurligini ifoda qildi. Muhokama yig'inida Kanadadagi 3 cho'ng partiyaga mansub parlament a'zolaridan Samuel Subayr, Alex Borner va Michael Chong qatorliqlar Xitoy-Kanada munosabatlarida Uyg'urlarning o'rni degan temada Ottawa universitetining qonun professori John Picker Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish va uni to'sib qilish uchun Kanadaning xalqaro o'ynaydigan roli degan temada Ottawa universitetining professori va Kanada hukumatining sobiq muavin ministri Margaret Johnston xonim bo'lsa, Kanada-Xitoy munosabatlarini Uyg'urlar nuqtasidan qanday shakllantirish kerak degan temada Amerikadagi IPVM shirkatining hukumat ishlari direktori Conor Peer Xitoyning Huawei qatorliq yuqori texnik shirkatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida o'ynagan roli va bu shirkatlarni xalqaroda cheklash va jazolashning zarurligi degan temada doklad berib o'tdi. Muhokama yig'ini oyoqlashgandan keyin kech soat 18 dan 20 ga qadar Kanada parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari Dolqun Aysa apandimning Kanada ziyorati munosabati bilan Ottawa Xon sarayida Dolqun Aysa apandimning sharafiga choy berdi. Kütübiliş yığınıda Uyghur dostluk grupsiga mansub 20 nafardan ortiq parlament a'zosi ishtirok qildi va ular 13 noyabrdan 14 noyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur qurultiyining muvaffaqiyatli oxirlashganligini va Dolqun Aysa apandimning yana takror qurultiyining raisi bo'lib saylanganligini tabriklashdi. Kanada Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining direktori, Dunya Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri Mehmet To'xti va Kanada Sharq Turkiston birligining raisi Dunya Uyg'ur qurultiyining bosh kotibi To'yg'un Abduvali apandilarni kutib olish yig'inida Dolqun Aysa apandimga hamroh bo'ldi va yig'inda bundan keyin Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining faoliyatlarini yanada kuchlantirish masalasi haqida ichki muzokara ilib berildi. 23 noyabr Ottawada boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ho'sharlikni o'stirish, uni e'tirof qilish va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun harakat qilish degan asosiy temadagi ko'rgazma, muhokama va axborot e'lon qilish faoliyati 3 kun bo'yicha davom qiladi. Muhojiratdagi Uyg'urlar Dunya Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 12-oyning 9-kuni e'lon qilinadigan hukmnomasini taqozolik bilan kutmoqda. Chet-ellik kuzatuvchilarning, hatto Xitoy hokimiyatining diqqat e'tiborimi Uyg'ur sud kollegiyasining oldimizda chiqaradigan hukmiga markazlashdi. Xalqaro qonunshunoslarning qarashicha Uyg'ur sud kollegiyasining tarafsiz holda chiqaradigan hukmi kelgusida xalqaro organlar, parlamentlar va hukumatlar uchun zo'r qonuniy asos bo'la oladi. Shuning uchun Xitoy hokimiyati mazkur sudga buzg'unchilik qilish uchun bir davlatga yarashmaydigan razil vositalarning hammasini ishga soldi. Guvohchilarga tahdid soldi. Guvohchilarning vatandagi urug' tuqqanlarini ko'raga ilib olib, ularni majburiy ekranlarda so'zlatish orqali chet ellardagi guvohchilarga ruhiy azob soldi. Uyg'ur sud kollegiyasiga va uning raisi Jeffrey Nice apandimga qarshi embargo yurgizdi. Dunya Uyg'ur qurultiyi markaziy organining stansimizga bildirishicha, 12-oyning 9-kuni Londonda o'tkaziladigan hukm e'lon qilish murosimiga qurultiyining asosli rahbarlari, har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari va siyosiy faoliyatchilarimiz bevosita berib qatnashishga hozirlanmoqda. Hukm e'lon qilish murosimiga xalqaro dongli xabar agentliklari va matbuotlar, Angliya parlamentining a'zolari, qonunshunoslar, advokatlar va yuqori darajali tadqiqotchi va siyosatchi arboblardan bo'lib ko'p sonda kuzatuvchi taklif qilinadi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh advokati Hamid Sabiya apandi Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 10-sentabrdan 13-sentabrgacha Londonda o'tkazilgan 2-qitimliq guvohlik anglash yig'inining yepilishida qilgan xulosa so'zida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarning vaziyatining hozirmi ham intayin ichinishli ekanligini ta'kidlagan edi. Hamid Sabiya apandining bildirishicha Uyg'ur sud kollegiyasining 2 qitimliq mazkur sud kollegiyasi 70 dan ortiq guvohchining guvohligini anglagan. 30 dan ortiq tadqiqotchi 10 ming soatdan ortiqroq vaqt sarf qilib, 500 dan ortiq guvohchining yozma guvohligini o'z ichiga olgan necha 100 ming betlik hujjatlarni tekshirgan. Hamid Sabiya apandi bu yil iyun va sentabrda jami 8 kun o'tkazilgan guvohlik anglash yig'inida berilgan guvohliklarning asosiy mazmunini mundaq yig'inchoqlagan edi. Bizning to'plaganlarimiz faqat statistika emas. Sizlarga ko'rsatganimiz faqat mustaqning ko'ringan qismi. Vaqt munosabati, jinoyat yuz berayotgan o'rin, ya'ni atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga bevosita berib isbot to'playolmaganligimiz uchun kollegiya erishilgan cheklik manba va tadqiqotchilarning tadqiqoti orqali kollegiya vazifasini tamomladi.
2 qitimliq 8 kun o'tkazilgan guvohlik anglash yig'inida guvohchilar Oydurumdan, uyidan, hatto soqchixonaga chaqirtilgan yerdan qonunsiz holda tutib ketilganligini aytdi. Ular yana lagerlarda normadan jiq odamni bir kichik uyga qamaydiganligi, lager sharoitining intayin nacharligi, uxlatmaslik, jinsiy xo'rlash va tok chetish qatorliq har xil qiynash usullariga uchirganligi haqida guvohlik berdi. Lagerda ularga doim aniq bo'lmagan dori ichkizilgan, okul urilgan. Lager shohidlari yana ayollarni nishon qilgan jinsiy tajovuzchilik, majburiy tug'mas qilish, homilani tushirib etish qatorliq Uyg'ur ayollari uchrayotgan og'ir zulmlarni anglatdi. Oilasidan ayirib etilgan bolalar, majburiy emgak, erlar tutilib ketgan oilalarga yerlashtirilgan Xitoy kadrlar haqida nurg'un isbotlar o'ttirg'a qo'yildi. Lagerga va turmalarga solanganlarning hech qaysiga advokat berilmagan, sud ichilmagan, hech bir qonuniy tartibga tushirilmay, udullo solangan. Bu qisqagina vaqtda barliq guvohliklarni yig'inchoqlash mumkin emas. Şoňa sizlarning guvohchilarning tor betimizga qo'yilgan yozma guvohligini va guvohliklarining tarjimasini ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Yaqında Washington şəhərindəki Yahudilar zor qırğınçılığı xatira muzeyi Şərq Türkistandakı qırğınçılıq haqqında məxsus dokulat elan qılğan olub, Xitoy hökumətinin həqiqətənmi qırğınçılıq qılıbatqanlığı, yəni kelib bunu tədrici əməlgə aşırıyotqan asti sürətlik yo'qotish ekanligini xulosa tariqasida o'ttirg'a qo'ygan edi. 22 noyabr kuni irqiy qirg'inchilik masalalari bo'yicha tonilgan mutaxassislarning biri doktor Evelina Ochab bu doklad haqida taqriz maqolasi e'lon qildi. Shuningdek, dokladda ko'plagan faktlar bilan o'ttirg'a qo'yilgan Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etish, nishonli holda Uyg'urlarni lagerlarga qamash, lagerlardagi ruhiy va jismoniy qiynoqlar, Uyg'ur oilalarini judolikka mahkum qilish, Uyg'urlarni top-to'pi bilan majburiy emgak selish qatorliqlarning hammasi amaliyotda qirg'inchilik haqidagi o'rtaq e'tirof qilingan tadbirlar bilan birdeklikka ega ekanligini ko'rsatib o'tdi. Ammo avtorning qarashicha navbatdagi Uyg'ur qirg'inchiligida qirg'inchilikning ko'lami kishilar ta'minliqqa his qilib yetolmaydigan darajada osti suratda kengaymoqda ekan. Avtorning qarashicha bu dokladni 2021 mart oyida Yangi Liniya instituti e'lon qilgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi dokladning davomi deyishga bo'ladi ekan. Avtor Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bachelet xonimning Sharq Turkiston haqidagi so'zlari. Shuningdek, Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining guvohlik bayonlari qatorliqlarni naql keltirgan holda, Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlarining Uyg'ur qirg'inchiligi haqida maxsus qaror olganligining asossiz bo'lmaganligini alohida ta'kidlaydi. Avtorning qarashicha Xitoy hukumati hozirgacha izchil bu xildagi ayblashlarni rad qilib kelayotgan bo'lsa-mu, bu hol Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikning mavjudligidan gumonlanishga asos bo'lanmaydi ekan. Texmi muhim bo'lgani Uyg'ur qirg'inchiligi haqida shuncha ko'p ma'lumotlar va dalil isbotlar do'linib turgan ahvolda xalqaroning bu vaqtda nimalarni qila olishi jiddiy o'ylanishga muhtoj ekan. Xalqaro masalalarni hal qilish uchun qurilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi bu jihatda xuddi Suriyadagi qirg'inchilikqa qarshi tadbir olgandek, Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi amaliy tadbirlarni elishi lozim ekan. Bularning hammasi hozirgi reallik uchun faqat birinchi qadam hisoblanadigan bo'lib, Uyg'ur qirg'inchiligini cheklashda yo'l texibek uzun ekan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishi yaqinqi mezgillarda xalqaroning kuchli tanqidiga va ayblashiga duch kelgan edi. Ana shu xil ahvolga taqobil turish uchun Xitoy hukumati yaqinda Uyg'ur onalar va o'smirlarni tashkillab, qirg'inchilik sapsatisiga qarshi muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirgan. Xitoy xəvərlər to'rining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Xitoy doiralari Keriya, Yarkan, Oqchi, Tekas va Urumchidagi bir qism Uyg'ur onalarni ekronga chiqarib, ularning og'zidan navbatdagi baxtiyor turmush va xotirjam hayot haqida madhiya o'qitgan. Orqadagi yig'in maydonidagi muxbirlarga ashu Uyg'ur o'smirlari va onalarning bu vaqtdagi oldin videoga ilingan so'zlarini qo'yib berib, G'arb dunyosidagi bir qism dushman kuchlar Shinjongda irqiy qirg'inchilik bo'layotdi deb bizga tuhmat qilyotdi. Amaliyotda har millat xalqi hozir eng baxtiyor holatda yashayotdi degan. Halbuki sin ko'rinishlardagi onalar va bolalarning ko'pinchisi Xitoycha so'zlagan bo'lib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur tilining ma'ni qilinishiga doir uchurlarni vositalik holda aks ettirgan. Ammo o'tgan bir necha oyda G'arb dunyosida orqa-orqadan e'lon qilingan Uyg'urlar haqidagi dokladlarda Uyg'urlarning lagerlarga qamalganlari yoki lager sirtidagilarning amaliyotda ancha farq qilmaydigan muhitda ekanligi aytilib, butkul rayon navbatda usti ochiq turmaga aylantirilgan deb ko'rsatilgan edi. 23 noyabr seshanba kuni Istanbuldagi Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining uyushtirishi bilan Xitoyning Interpol ijroiya komitetidagi raislik nomzodiga qarshi norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish faoliyati elib berildi.
Namoyishga İstanbulda yaşayotgan Uyg'urlardan ko'p sonda kishi qatnashdi. Namoyish xalqaro soqchi tashkiloti Interpolning 89-qurultiyiga qatnashga kelgan Xitoy nomzodi Xu Binjin qatorliq amaldorlar turayotgan İstanbulning Beshiktash rayoniga joylashgan Sevis mehmonxonasiga yaqin joydagi Barbaros bog'chisi maydonida ilib berildi. Egilanishicha xalqaro soqchi tashkiloti Interpolning 89-navbatlik qurultiyi 23-noyabrdan 25-noyabrgacha İstanbulda o'tkaziladigan bo'lib, Xitoy tarafdan Xu Binjin ismli biri Interpolning 13 kishilik ijroiya komitetining raisligiga nomzod ko'rsatilgan. Mutaxassislarning bildiruvchi Xitoy nomzodi Interpolga rais bo'lib saylansa, bu Uyg'urlar uchun cho'ng tahdid olib keladi ekan. Namoyishga İstanbuldagi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotining a'zolari va İstanbuldagi Uyg'urlardan ayol bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Namoyishchilar zolim Xitoy hisob bersin degandek Xitoyga qarshi har xil shuarlarni to'ladi. Namoyishga ko'p sonda turk va chet ellik muxbirlar kelgan bo'lib, namoyish jarayonida axborot e'lon qilish yig'ini ilib berildi. Axborot e'lon qilish yig'inida Xalqaro tashkilotlar birligiga vakolatan Sharq Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar apandi so'z qildi. Nuriddin Izbasar apandi so'zida Xitoy nomzotining Interpol uchun ziyonliq ekanligini, buning Interpolning xalqaro sahnadagi e'tibori va ishonchisining yo'qolishiga sabab bo'ladiganligini bildirdi. O so'zida yana xalqaro soqchi tashkiloti Interpolning raislik vazifasi uchun bir Xitoyning nomzod ko'rsatilganligi xalqaroda jiddiy andisha paydo qilganligi, Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong va boshqa muxolifatlar, shuningdek kishilik huquq dafsandichiligi va Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakat qilayotgan faoliyatchilarda andisha paydo qilganligini ifodaladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rish yomon bo'lgaysizlar. Xayr, xo'sh.